Assalomu alaykum. Bugungi videoda biz tarmoqlararo ekran texnologiyasi haqida batafsil gaplashamiz. Hozirgi raqamli dunyoda deyarli barcha tashkilotlar va foydalanuvchilar internetdan foydalanadi. Internet esa ochiq muhit hisoblanadi. Ochiq muhitda esa turli xil xavflar mavjud. Masalan, zararli dasturlar, haker hujumlari, ma'lumotlar o'g'irlash va ruxsatsiz kirishlar holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun har qanday tarmoqni himoya qilish muhim hisoblanadi. Ana shu himoya vositalaridan biri bu tarmoqlararo ekran, ya'ni firewall texnologiyasidir. Endi avvalo firewall nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Tarmoqlararo ekran nima? Tarmoqlararo ekran bu ikki tarmoq bilan tashqi tarmoq orasidagi o'rnatilgan himoya mexanizmi hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, firewall bu tarmoq qo'riqchisidir. U ichki tarmoqni internetdan keladigan xavflardan himoya qiladi. Firewall kiruvchi va chiquvchi ma'lumot oqimini nazorat qiladi. U maxsus qoidalar asosida ishlaydi. Agar trafik xavfsiz deb topilsa, unga ruxsat beradi. Agar trafik shubhali yoki xavfli bo'lsa, uni bloklaydi. Demak, firewall tarmoq va internet orasidagi nazorat nuqtasi hisoblanadi. Endi firewall qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Har qanday internet aloqasi ma'lumot paketlari orqali amalga oshadi. Har bir paketda ma'lum ma'lumotlar bo'ladi. Masalan, jo'natuvchi IP manzil, qabul qiluvchi IP manzil, port raqam va protokol turi. Firewall aynan shu ma'lumotlarni tekshiradi. Birinchidan IP manzilni tekshiradi. Ya'ni qaysi manzilga ulanish kelayotganini aniqlaydi. Ikkinchidan port raqamini tekshiradi. Chunki har bir xizmat ma'lum port orqali ishlaydi. Uchinchidan protokol turi aniqlanadi. Masalan, TCP yoki UDP. Agar paket oldindan belgilangan xavfsizlik qoidalariga mos kelsa, firewall uni o'tkazadi. Aks holda ulanish rad etiladi. Shu tarzda firewall zararli trafikni ichki tarmoqqa kirishidan saqlaydi. Firewall texnologiyasi bir nechta turga bo'linadi. Birinchi tur paket filtrlovchi. Firewall bu eng oddiy tur hisoblanadi. U paket sahifasini tekshiradi va qaror qabul qiladi. Ikkinchi tur holatni kuzatuvchi, ya'ni stateful firewall. Bu tur ulanish holatini kuzatadi va xavfsizlikning yanada kuchini ta'minlaydi. Uchinchi tur proxy asosidagi firewall. Bu tur foydalanuvchi bilan internet orasidagi vositachi sifatida ishlaydi. To'rtinchi tur dasturiy va apparat firewall. Dasturiy firewall operatsion tizim ichida ishlaydi. Masalan, keng tarqalgan himoya vositalaridan biri bu Windows firewall. Apparat firewall esa maxsus qurilma ko'rinishida bo'ladi va asosan tashkilotlarda qo'llaniladi. Tarmoqlararo ekran bir nechta muhim afzalliklarga ega. Birinchidan, u ruxsatsiz kirishni bloklaydi. Ikkinchidan, zararli trafikni aniqlaydi va tozadi. Uchinchidan, ichki tarmoq manzilini yashiradi. Bu esa qo'shimcha xavfsizlikni ta'minlaydi. To'rtinchidan, tarmoq faoliyatini nazorat qilish imkonini beradi. Beshinchidan, tashkilot xavfsizlik siyosatini amalga oshirishga yordam beradi. Shu sababli firewall kiberxavfsizlikning asosiy qatlamlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga firewall barcha muammolarni hal qilib bermaydi. Masalan, agar foydalanuvchi o'zi zararli parametrlar olsa, firewall har doim ham buni to'xtata olmaydi. Yoki ijtimoiy muhandislik hujumlarida foydalanuvchi o'zi maxfiy ma'lumotni berib qo'yishi mumkin. Buning mas'uliyati sizning o'z qo'lingizda hisoblanadi. Qisqasi, firewall bu